Yevropa bu har kim ham kelishni orzu qilib yurgan chiroyli go'zal joylar. Lekin bu yerga kelish o'zi bo'lmaydi. Keladigan pashta har bitta inson qarz bilan keladi. Masalan, shaxsan o'zimda ham shunday bo'lgan. Kelishimga prosent kreditlar bilan kelganman. Meni bir tanishim bor edi. Men undan so'radim, "Sizlarga qanday bo'ladi kelish? Osonmi, qiyinmi? Xarajatlar qancha bo'ladi?" deganimda u aytgandiki, Yevropaga kelishga faqatgina posozvani o'ziga, ya'ni elchixonaga $100, $200 xizmat haqi to'lovlar bo'ladi. Sizlarda qanday bo'ladi deganda men aytdim, 2000, 3000 shu atrofida kelishadi bolalar, aka-ukalarimiz deb aytganimda, yo'q, bu juda ham qimmat. Lekin yoki hammasi bilet hammasi ichidami deyishganda, men aytdim, yo'q, faqatgina shu elchixona to'lovini o'zi deganimda, yo'q, bu qimmat juda ham degandi. Hamma ham ishlashga, mehnat qilishga, pul topishga keladi. Boshqa davlatlarga qaraganda nima deb o'ylaysizlar? Qimmatmi, arzonmi bizdan Yevropaga kelish? Fikrlar kommentariy yozib, bir dona like bosib ketinglar. Bundan keyin faqat Yevropa hayoti, Germaniyaga, Yevropaga, Gollandiyaga qanday kelish yo'llarini maslahatlar bo'ladigan bo'lsa, batafsil ulashib boraman.